Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi uchun o'tayotgan 2025-yil fuqarolik jamiyati institutlarining tashabbus, dastur va loyihalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida muhim yil bo'ldi. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston 2030 strategiyasi 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26 avgustdagi 124-sonli farmoni bilan jamoat fondi qayta tashkil etilgan edi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va senat a'zolaridan iborat yangi tarkibda ish boshlagan parlament komissiyasining 21 ta yig'ilishi o'tkazilib, 100 dan ortiq masala ko'rildi. Parlament komissiyasi a'zolari mahalliy kengash deputatlari bilan birgalikda aholi bilan muloqotlar tashkil etgan holda ijtimoiy soha va mahallalardagi aniq muammolarni o'rganib, ularning manzilli va samarali yechimiga qaratilgan davlat granti va ijtimoiy buyurtmasi tanlovlarini shaffof va sog'lom raqobat tamoyiliga asoslangan yangicha tizim asosida e'lon qilish boshlandi. Yil davomida davlat granti shaklida 32 milliard 200 million so'm, davlat ijtimoiy buyurtmasi shaklida 25 milliard 100 million so'm mablag' ajratildi. Xususan 227 ta yo'nalishda e'lon qilingan 42 ta davlat granti tanloviga 2021 ta loyiha kelib tushib, shundan 271 ta loyiha g'olib bo'lgan. 12 ta davlat organining 14 ta buyurtmasi asosida o'tkazilgan tanlovlarga 116 ta loyiha kelib tushib, shundan 14 tasi g'olib deb topildi. Ushbu loyihalar orqali fuqarolik jamiyati institutlari muhim strategik hujjatlar, davlat dasturlari amalga oshirilishida bevosita ishtirok etmoqda hamda atrof muhitni muhofaza qilish, aholi bandligini ta'minlash, ijtimoiy ko'makka muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash, ta'lim, mahallalar infrastrukturasini yaxshilash, korrupsiyaga qarshi kurashish va boshqa sohalardagi muhim tashabbus va loyihalarni amalga oshirmoqda. Jamoat fondi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan 1 million daraxt aksiyasi doirasida 5000 dan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. 78 ta ochiq muloqot tashkil etildi. Sohada amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilish va uni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish maqsadida 1-5 dekabr kunlari o'tkazilgan fuqarolik jamiyati haftaligi doirasida 20 ta tadbir tashkil qilinib, unda 2000 nafardan ortiq ishtirokchi, xususan 50 nafarga yaqin xorijiy ekspert qatnashdi. 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi natijalari va 2030-yilga qadar rivojlantirish konsepsiyasi loyihasi muhokamasi, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi rahbariyati bilan uchrashuvlar, Adliya vazirligi rahbariyati bilan muloqotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari milliy forumi, xalqaro konferensiya, nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar yarmarkasi, nodavlat notijorat tashkilotlarining muhim tashabbuslarini moliyalashtirish maqsadida maqsadli loyihalar aksiyasi kabi tadbirlar o'tkazildi. Shuningdek, ilk marotaba 5 nafar yurtdoshimiz fuqarolik tashabbusi milliy mukofoti bilan, shuningdek 29 nafar yurtdoshimiz fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Hududlarda o'tkazilgan 254 ta jamoatchilik nazorati tadbirida binolar va jamoat joylarida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sharoitlar o'rganilib, kamchiliklar bartaraf etilishiga erishildi. Jurnalistlar o'rtasida an'anaviy o'tkazib kelinayotgan Oltin qalam milliy mukofoti tanlovida ilk marta joriy etilgan fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yoritish yo'nalishida nominatsiyaga 26 nafar nomzoddan 150 dan ortiq ijodiy ishlar taqdim etildi. 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bo'lib o'tgan tadbirda g'olib munosib taqdirlandi. Jamoat fondi faoliyati yuzasidan 6 ta brifing, 6 ta matbuot anjumani va 7 ta press tur tashkil etildi. Respublika ommaviy axborot vositalarida 175 ta, hududiy ommaviy axborot vositalarida 225 ta, ijtimoiy tarmoqlarda 2234 ta media materiali e'lon qilindi. Ta'kidlash joiz, moliyalashtirilgan loyihalar natijasida respublikaning turli hududlarida ko'plab insonlarning hayoti o'zgarmoqda. Ekologiya, sog'liqni saqlash, ta'lim, bandlik kabi sohalarda uzoq yillardan buyon yechimini kutayotgan muammolar hal etilmoqda. Yana bir ahamiyatli tomoni, muhim tashabbus va loyihalar fuqarolik jamiyati institutlari vakillari tomonidan amalga oshirilmoqda. Joriy yilda ham jamoat fondi tomonidan fuqarolik jamiyati institutlari ijtimoiy ahamiyatga ega loyiha va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlanadi.